degani bang 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 bang. Kune qopken abjurek yago. Andaqchidayne. Ne dedim bu? Bir taksa langlaydan. Bir taksa mening ishchiligimdan bir. Ağayne akakı da uçtan anca kopam bile. Ufkıda izlerse. Kimga qolib? Voy, adashmay men bor desanglar bo'lmamda. Atliganda bir og'ini balini izlab bo'yin so'zmagan daqan bozori ko'z paqiradigan qasqan bozori qolmadi. Sizlar martabadan chiqyapsizlar. Qizliq gap qilgansan. Ishdan aldirashchilik, danqan bozori, qasqan bozori burutmaylig'in nadi sholadash? Ha, og'ini balini deb izlab qoldinglar. Og'in dashilikni yetkizib, men bag'oqni taqib beramdikin deb. Nima bag'oqli bor? To'y bag'oqlari. Kimdan? Mening ot to'yam. Adash, bu tug'ilgan vaqtingda ota-onang tiliga ot qo'ymaganmi? Ey adash, bu otni ota-ona qo'ygan bilan laqabni o'sha jamoat qo'ydi ekan. Sizlar mening laqabimni otsi tirikibdiman. Shunga laqabimni bir almashtirib o'taymi deb laqab qo'ymoqchi edim. Manda adanglar, sizning laqabingni ayta? Ay chaqchaqamanglar, o'zingiz bilasiz-ku. Yo'q danglar, bu chaqchagicha men boshqaning og'zidan angladim, o'z og'zingni anglab olib kelgan bir danglar. Danglar menga gap chiqib qoldi ham danglar. Voy, o'zingiz bilganda-ku nimadan demasak, danglar, nima ayta danglar? Ay, adamlar. Danglar, nima ayta laqabinglar? Mehmet Mentang. Ras, Ayda gapayna. Shundata. Bu kishilar sizlarga nima qilib mentang deb laqab qo'ydi? Yayliqqa ochashliqsizlarda kamina ashxonasini uyga mentang tashiganmi ya? Nima gapni qilib kelsa? Bu bunda gap. Men 70-yillarning boshladimi o? Hamma yerda aroq daqishdi. Bir kuni bir botlaq aroq qo'lim uchib qoldi. Toza 3-4 og'inlarim bilan billa ishkim kulib uyga chaqirdim. Tomoqdagi bir botlaq aroqni og'inlarimning oldida qo'ydim. Qattiq sovuqda aroq bak muzab ketgan. Bir asaroq nasxilamikin deb aroqni istib ichmoqchi bo'ldik. Shuni ona bir botlaq aroqni qozonni qiziqmatdan shunda tiqishimni bilaman. Botlaqqa vassa deyilib, oran topgan bir shisha aroq mentangni olishib ketdi. Uni to'kuvchi kuzatmay shu mentang olashga aroqni quydim. Og'ilim aroqni ichib bo'lganligi menga Mehmet Mentang degan laqabni qo'ydi. Bu laqabingizga xeyli qiziq tarixi bor ekan. Nimishqa o'zgartmoqchi oldinglar? Ay, mushu og'inlarima adamni nada shu chiroyli qizlar olib paranglashib turganda chaqchaqqa putlab, bir xabab mentang ishamsa sen tangmi desa, yana bir xabab men lag'ma yo'g'on chiqib qolib mentang qo'ylab qolgan o'sha deyapman. Yani bir xabab nami taxuning qo'shib qo'ymadi desa, yana bir xabab nami taxuning mentang qilmay deyapman. Men adam cho'p-cho'p olganda izot atgan, xijil o'tgan, bir narsa uyushib qoldi, gapirishmaymiz, hali bu xababcha fidiq bu deyapman. Demisimi, baldirqidan xili samirib qolibsa? Yomon emas hali. Xuddi kunda kunjuriyat mentang ichgandek. Astagfirullah. Ya sizlar yaqin og'inab turib, laqamni aqtirasiz-ku. Yine bakar men adam oyoq turasiz, laqamni daim o'sha Babaş qaynağlar. El vaka qaynağı verib mentaqazı teşip etmişsiz. Astagfirullah. Deyman. Çaq demeldim. Laqamni deyman. Çaq qo'y, çaq. Demeldim. Haydi demeldim. To'xtalın. Mush bag'aqni taqishlasam bulamda. Tattar Payan, Shakir Shangdan, Bavdin Banka, Talib Tanka, To'xti TV, Chavar Changwe, Mahmud Murab, Dolqin Dug'ab, Kamal Kanay, Turg'un Taxtay, Farhod Farman, Obul O'rman. To'xta. Bag'aq bir dag'al yangi so'la qaptan. Qudus qo'taz xilal xo'roz ayzona. Izon? Hey, adash to'xtanglar. Bu sizlar bayating kishilarning laqamini atsa terkimanda oltatdinglar. Bu bag'aqqa kishilarning laqamini qo'shib yozsanglar ranjimamda. Rajisi rajivason. Pishaqni o'zanga sol og'irmisi kishiga deb ketgan. Bu shu juqaqa og'inlarimning hammasi meni laqamim bilan atab turdiganlar. Bir izingni izinglar. Hey adash, bu kishilarning bir odda yarishimliq ismi tutsa, bu nimishqa laqamini qo'shib ataymiz, ismini atsak bo'lmamda. Hey adash, ma kishilar orasidagi nurg'un ismlar o'xshash. Shu uni farqlanishi shu bilan laqam bilan atamasa qanday arimas? Qanday o'xshash deysan? Ma bir o'rinda bir xil ismlar bak ko'p. Masalan, allardan Tursun, Turg'un, Tunyo, Turabto'xta. Mehmet bilan Mahmud Matqasim. Ahmad Samat Sodin Samat Qasimga o'xshash ism. Anda qo'sa ayollardan-chi? Tursungil, Tursunxon, Tursunay, Tursunyazxon, Tuxon, Tunusaxon, Turaxon, Turanisaxon, Turalalaxon. Arina.
Bu erlarning ismi o'xshab qolsa, ularning kasbini, laqabini qo'shib atab farqlantirganmiz. Endi men ayollarning ismi o'xshab qolsa qanday farqlandirdilar? Ularning xizmat o'rni va qilayotgan ishi o'qdi qarab farqlandimizda. Qani masalan? Og'ina, jumamsa, Tursungur degan satanning do'koniga tazavo payjiqdan bilmaydi. Qaysi Tursungur? Men sayotga Sadak baziri Aram Jangal mayxonasiga naqshi Tursungur tomon chiqma. Voy, yo'q, o'ta yog'och Madak baziri jangizida Tongsxonasiga ustochi Tursungur kiyikchi. Agina. Bu ba'zi odamlarning laqabiga qilich chiroyli ekan. Lekin ba'zilarning laqabini baksatgan. Ajiba bo'lib shunday xat laqablar ko'nab qoldimikin? Nadikini Kennedy degan bilan anglab qolsa jon imoni chiqib urushdi donglar agina. Mana shunday. Xalqimiz orasidagi ismi o'xshash bo'lsa xilma-xil laqablar bo'lsa inoqsizlik va xafalık alamlarni keltirib chiqarmoqda agina. Adash, bizda tunugullan paydo bo'lib qolgan tarixi yo'q, madaniyat yo'q, millat emas. Tadqiqotchi olimlarimiz 7000 dan ortiq yakka Uyg'ur kishi ismlarini to'plab, bir vaqtda 10 milliondan ortiq kishiga farqli ism qo'yg'ili bo'lganligini muayyanlashtirgan bo'lsa, yana nima uchun ism atlashimiz o'xshash qarab uzundigandi? Buning hammasi shu nodonlik, xurofotda bo'lmanda. Qanday deysan? Oddiysi shu ro'ziyatda tug'ilgan bolalarga Ro'zixon, Ro'ziniyaz, Ramazon, Ro'zigul, Ro'zvonaxon deb. Va Qurbon hayitida tug'ilgan bolalarga Xunoxon, Qurbonxon, Itaxon, Etniyaz, Etam deb ism qo'ymasa, yamanmish deydigan to'g'ri qarashlik sababida bo'lmanda. Shunda. Faqat ba'zi kishilar davr alaylikini oilaga singdirib, o'lka azod bo'lgan tug'ilgan bolalarga Azodjon, Azodgul, Azodam. Yer istati tug'ilgan bolalarga Islagul, Islomjon, Islomxon. Madaniyat inqilobi tug'ilgan bolalarga Madaniyat, Jur'at, Kurash degandek ismlarni qo'yib oldi ekan. Bu gap sizga adırmay sosyalistik bazar egiligi yo'lga qo'yilgandan yaqinda Bozorjon, Bozorgul tijoratchisi tapavatgan do'konisa do'konnaji Puljon, O'qtaxon qatorliq yangi ismlarni chiqarib endi. Shuni danglar. Xalqimiz bolalarga muvofiq ism qo'yishning muhimligini tonib yetmasa, mana bunday ismlarni chiqmaydi degan olmaydi. Tabii ba'zi kishilar bolalarimizga hech kimnikiga o'xshamaydigan ism qo'yamiz deb, g'ayri millatning ismlarini qo'yishmoqda. Tabii bundan keyin g'ayri modern ismlarni qo'yamiz deb kinolarda chiqadigan Tom, Sot, John, Steven Franka, Bol, Bodi, Dixon, Bito, Marianna qatorliq ismlar qo'yilmoqda. Shuni danglar. Adash, bu sizlar bayatdan laqam to'y qilaman deb o'tdinglar. Endi laqamingni nima deb qo'ymoqchi? Men masha manda jamiyat qarsam, mushu shoir, yozuvchilar toza hurmatga sazovor ekan. Shuni o'zimga bir adabiy taxallus qo'yaymikin deyman. Voy, adabiy taxallus qo'yaymikin deyman. Munda bu sizlar qachondan bir shoir, yozuvchi bo'lib qoldinglar? O'tgan yili mana yuzimizda xalq qurultiyi chaqirganda, mushu jig'ini tabriklab bir she'r yozgim keldi. U ham o'yladim, bu ham o'yladim. Toza shu shoir bo'lish havasim qo'zg'aldi. Shu ilhom degan ichimga löm kagiltidi. Shunda qalamni qo'limga ilishimni darhol tanlab qopdi. Shuni ulan 2 soatning ichida shataq shuni qurultayni madina she'r yozdim dag'lar. Faqat boshlang'ich maktabning o'quvchilari men yozgan she'rni diplomatiya naqsh qilib o'qishga boylayapti deganlar. Cho'g'ida taqimini shoir deb e'lon qildi. Voy. Atir 3-yil protestni o'quvchisi Maynurizm shoir Mehmetga yozgan she'rni diplomatiya qiladi. Qani qarshi olaylik. İzimizde içildi 8. kurultay, tebrikledi yulduzda, hatta kökte tulun ay. Ne yazgan? Kurultay mı içildi, kazan kaynap taşkan dek, saylı vettuk şangcanını, kolumuzga yakkan dek. İzimizde içildi 8. kurultay, tebrikledi yulduzda, hatta kökte tulun ay. 1, 2, 3! 1, 2, 3! 4, 5, 4, 4! Sol, sağ, sol! Xon aşım boldu, sol, sağ, sol! Xon aşım boldu, sol, sağ, sol! Xon aşım boldu, oyunda, sol! Salpay! Vaday! Yingay! Ya nima qilasiz? Ota qola yingay ya.
Mana bu shundoq. Qandoq bizga ayndaq. Voyjon. Ey, eshi she'rga men shoir deb o'zingizga taxallus qo'ymoqchiman. Ey adash, ma hozirgi shoir yozuvchilarning bir qismi o'zlarining ijodiyat yo'li va irodasiga asosan taxallus qo'yishgan bo'lsa-mu, lekin ko'p qismi mushu ism o'xshashdan farqlantirish uchun o'zlariga adabiy taxallus qo'yishmoqda. Shundoq. Shunga men bu o'zimga boshqa yozuvchilardan farqlanib turish uchun qanday taxallus qo'ysam bular? To'g'ri aslo. Shuncha gap qilsammi adashni? Voy, ajab bir narsa bo'lib ketdi-ya. Pulaqi deb qo'yaymi ya? Ha? Pulaqi deb qo'yaymi ya? Ey adash, nimaning puraqi? Bak shimiliq Samsunning puraqimi yo Jusaymanning puraqimi? Ana shu qalpoqi deb qo'yaymi ya? Ha? Qalpoqi deb qo'yaymi ya? Ey, qas qalpoq adash, ma boshqa ketgan qalpoqmi yo bizga tuhmat qilib kelgan qalpoqmi? Hele ato'g'in qalpoqni tushib ish olib qolamiki? Ana shu qanday qilaman? Eng yaxshisini taxallus qo'ymanglar. Sening dadangli yo'qmi? Dadam bor, hozir hayot. Mana, balangli bormi yo'qmi? Bolam bor. Balani baqishga maqsading nima? Avlodimizning nasabini uzmay davomlashtirish. Habballi, endi aqlingni topdinglar. Mushu Rosta og'ini avval bovusing, ondan dadising, oxirida o'zining ismini atab ota-bovlarining nomini menga o'chirmaydi. Masalan, Ivan Ivanovich, Petr Petrovich, Aleksey Maksimovich deganga o'xshash. Hanzolarning o'z jamiyatining familiyasi ismining beshiga oladi. Bizcha bovimizning ismiga yo'q, dadimizning ismini oxirida ataymiz. Taqa umi yo'q laqab qo'yishimiz. Buni azab ba'zilarimizda ism familiyamizni Hanzuch ataymiz. Akojang, Mabujang, Meyxonjang, Seychangjang. Hey nadallaq. Yani bir necha asrdan keyin kishilar bizning hozirgi qo'lyozmamizni ko'rsa, bu diyorda faqat Uyg'ur yashamabdi ekan deb qolmasmi? Shunda Şuna biz evladımızın nasabini üzmeyi davamlaştırırız deydigemiz, dadamızın ismini qo'shib atsak. Sizlar dadangning ismini nima qilamiz ya? Yo'q. Ama sening dadangning ismi nima edi? Ahmet. Habballi. Anda qo'shib buningdagi sening ism zotinglar Mehmet Hamid bo'laversin. Bo'laversin. Bo'ldimi aytadi? Aytaqinglar. Aqday, to'xta. Mekel. Endi men laqam to'y o'tkazmanda. O'tkazmanglar. Biroq men chamdiga laqamimda xato qilib najab topishmoqda. Qanday qutlatdinglar? Birisi sening laqamingni achab chaqirsa qaramanglar. Ham terkib avarim bo'lmanglar. Shundan keyin shu odam o'zi hijilolab, o'zi deb o'zi yurib, o'zi to'xtab qoldi. Shundan sening laqamingni tushib qilib, ism zotingni menga saqlanib qoldi. Men shunday qilay. Ajdodimizning muqaddas ism zotini avlodga qoldirish uchun haqiqiy ism familiyamizni ataylik. Shunday qillar. Rahmat ana shunga men qo'yay. Rahmat. Hey, Mehmet Attan. Baqingni apkitam deb. Mehmet mendan emas. Mehmet Hamid.